Agarda sizni farzandingizga o'xshagan, gapirishdan orqada qolishlik bor, ota-onalarga bizning klinikani maslahat beramisiz? Ha, maslahat berardim. Ko'pchilik kelishini maslahat berardim, tavsiya berardim. Ham bitta nutqida emas, yurishida, o'tirib turishida bor. Bizda nevrolegika, DTP, qo'l oyog'i ishlamaydigan, harakatchan, umuman qarib gapira olmaydigan, bola ham bor. Duduqlanib gapiradigan bolalar bor ekan. Kelib ko'rdim shu bolalarni. Inurizlar bor. Sidigini tutolmaslik, ana inkapariz, ya'ni kechki bolada o'sha qilatini ushlay olmaslik, nevrologik kasalliklarga kiradi. Logonevroz, ya'ni duduqlanish, mana zeper, nutqdan orqada qolishlik, ana yoki ondan orqada qolishlik, nevrologik kasalliklarning turi ko'p. Bizga hammasi keladi. Bularni kuzatib, ko'rdingiz, qancha xursand bo'layotgan bo'lsangiz, mana bolam jismonan sog'lom deb. Bizning klinikada ko'p ota-onalar keladi. O'zini bolasiga ko'p xafa bo'lib yig'lagan ota-onalar kelib shukr qiladi. Yaxshiyam bolam sog'lom yurar ekan, nutqi orqada ekan deydi. Bizning klinika so'z bilan aytganda bu yoqda ota-onalar uchun dars bo'ladi, to'g'rimi? Siz ham ancha shukr qilgandirsiz. Voy gapirmang. Bolamda yurmaydigan bolalar, gapirmaydigan bolalarni ko'rib odam xudoga lekin o'shalar ham oyisi e'tibor bergan bo'lsangiz, bizga ikkinchi, uchinchi kelganlarni ko'ryapsiz, natijasi bor, harakat qilyapti. Yaxshi, bolada o'zgarishlar bordi. Siz gaplashyapsiz, ikkinchi, uchinchi kelgan bemorlaringiz bilan gaplashdingizmi? Siydik tutolmaydigan bola bor, axlat usholmaydigan bola bor. Shuni ota-onasi aytibdi, o'sha axlatga kattasiga aytibdi. Alhamdulillah, Alloh shifo berdi. Biz o'zi signal umuman bo'lmagan ekan. O'shalarga hozir rezultat ko'rib mana eshitib, xursandmiz. 3 kun ichida mana rezultat sezildi deb xursand bo'lib yetishdi. Bundan biz ham rosa xursand bo'lamiz, chunki sizlar umid bilan kelasizlarda. Mana shu bemorlarni men koridorda yurib ko'raman, ko'ziga qarayman, xuddi umid ko'raman deydi, chunki hamma ota-ona bolam yaxshi bo'lsin deydi. Bekorlikdan hech kimki balisida yotmaydi. Pulim ketsa ketsin, bolam yaxshi bo'lsin deydi. Mana siz gaplashibsiz, men endi sizdan eshitaman, qancha ruhlanaman. Yanada ham ishlagimiz keladi. Sizning ham farzandingizda inuriz, inkapariz, logonevroz, duduqlanish, dan orqada qolishlik, DTP, harakatdan orqada qolishlik kuzatilayotgan bo'lsa, bizning klinikamizga tashrif buyuring. Hech qaysi ota-onani biz majburlab gapirtirmaymiz. Mana bularni ham borini gapiring dedik, borini gapiring dedik. Chunki ertaga kelsanglar ham o'zinglar ham guvohi bo'lasizlar. Klinikamizdan to'g'ri foydalanishinglarni so'ragan bo'lardik. Chunki bizda 30 yildan ziyod tajribaga ega yaxshi mutaxassis vrachlarimiz bor.